Yamal juda iqtidorli, yaxshi bola. Kecha u kurash istadi. 3-daqiqadayoq gol urdi va ommaviy axborot vositasi uni Yevropa qiroli deb e'lon qilmoqchi. Ammo futbolda muhim bo'lgan yagona narsa ertaga ertalab kim qur'a tashlash marosimida ishtirok etishi. Matbuot u dribling qilgani va o'ziga ishongan intervyular bergani uchun men undan qo'rqishimni istaydi. Iltimos, qo'ysangizchi. 10 yil davomida men Cristiano Ronaldoning hat-triklarini va jamoamni bu musobaqadan chiqarib yuborishini kuzatdim. Haqiqiy qo'rquv ana o'sha edi. Lamin bu oqshom chiroyli o'yin ko'rsatdi, lekin haqiqat shundaki, yarim finalga biz chiqdik va u uyiga borib bizni televizorda tomosha qiladi. Chiroyli o'yin o'ynash va raqiblar uchun dahshatli tush bo'lish orasida katta farq bor.